Endi biroz qiyin qismiga to'xtalamiz. Burunning yon tuzilishi. Bu rasmni ko'rishimizdan oldin dastlab burunni pastki tarafdan kesib o'tkazadigan bo'lsak, biz mana bu qismni ko'rib chiqamiz, lateral sohasini. Endi ranglar asosida vizual xotiramizni kuchaytiramiz. Birinchi tuzilmamiz bu yuqori jag'ning peshona o'simtasi. Lotinchasida processus frontalis maxilla deb ataladi. Keyingisi esa uning ostida joylashgan qismi yuqori jag' tanasi, corpus maxilla deb ataladi. Joylashgan sohasini vizual eslab qolamiz. Va uning yuqori qismida esa pastki burun chig'anog'i, concha nasalis inferior joylashgan bo'ladi. Endi uning yuqori qismida esa os lacrimale, ko'z yosh suyagi joylashgan bo'ladi. Va keyingi qismi bu g'alvirsimon suyakning labirinti bo'lib, yuqorida joylashgan bo'ladi. Uning orqa qismida esa tangli suyagining tik plastinkasi. Boya undan oldin gaplashdik. Gorizontal plastinkasi. Endi lamina perpendicularis ossis palatina, ya'ni tik plastinka haqida gaplashamiz. Orqasida esa ponosimon suyagining qanotsimon o'simtasi, processus pterygoidea ossis sphenoidale joylashgan bo'ladi. Qisman ranglar orqali eslab qoldik. Endi haqiqiy tuzilishiga o'tamiz. Biz aytdik, birinchisi yuqori jag'ning peshona o'simtasi haqida gaplashdik. Lotinchasida processus frontalis maxilla deb ataladi dedik va bu joylashgan soha mana bu qismga to'g'ri keladi. Endi korpus maxilla joylashgan sohasi esa, ya'ni jag'ning tanasi bu qismga to'g'ri keladi. Pastki chig'anoq esa bundan oldingi rasmda yashil rangda berilgan edi. Endi ko'z yosh suyagi os lacrimale esa bu yerda joylashgan bo'ladi. Va labirintus etmoidalis sohasi esa orqa sohada joylashgan bo'ladi. Tangli suyagining tik plastinkasi esa, ya'ni lamina perpendicularis ossis palatina esa orqa qismida joylashgan va u ponosimon suyakning qanotsimon o'simtasiga, lotinchasida processus pterygoidea ossis sphenoidaliga ulangan bo'ladi. Juda sodda berilgan burunning lateral sohasi. Endi medial qismi haqida gaplashamiz. Endi mana bu qismi haqida gaplashyapmiz biz. Medial qismida nimalar joylashgan? Birinchisi, suyak qismida dimoq suyagi vomer joylashgan bo'ladi. Yashil rangda ko'rsatilgan. Ko'p kishi adashadi, dimoq suyagi qayerda joylashgan desa, biz aytamiz, burunning medial qismida suyak sohasi joylashgan va bundan tashqari esa g'alvirsimon suyakning tik plastinkasi, lamina perpendicularis ossis etmoidale joylashgan bo'ladi. Tog'ay qismida esa shu cartilaga septinazi, burunning to'siq tog'ayi joylashgan bo'ladi. Hamda eng oldingi qismida esa pars membrana, ya'ni membranali qism bo'lib, burun teshiklari orasidagi tolali qism hisoblanadi. Va bu yerda ko'rishimiz mumkin dimoq suyagi, tog'ay qismi, suyak qismi va oldingisi pars membrana sohasi. Endi burun chig'anoqlari haqida gaplashamiz. 3 ta burun chig'anog'i bor, juda sodda. Mana birinchisi yuqorgi chig'anoq concha nasalis superior, concha nasalis media va concha nasalis inferior. Bularni nega bilishimiz kerak? Asosiy burun havoni yo'naltirishda ishtirok etadi. Ya'ni qayerlarga birikkan desak, yuqori burun chig'anog'i os etmoidaliga birikkan bo'ladi. O'rta burun chig'anog'i esa u ham os etmoidalining bir qismi hisoblanib, yo'lni hosil qilishda ishtirok etadi. Pastkisi esa concha nasalis inferior esa jag'ga birikkan bo'ladi, yuqori jag'ga. Bu ko'ndalang kesmasida ham mana concha nasalis media hamda concha nasalis inferior ko'rinib turibdi pastdan ko'radigan bo'lsak. Endi burun yo'laklari haqida gaplashamiz. Chig'anoqlar joylashganda ular yo'llarni hosil qiladi. Yo'llari ham 3 ta asosiy yo'li bo'ladi. Bular qaysilar desak, meatus nasi superior yuqori burun yo'lagi va bu yo'lga sinus sphenoidale bilan cellula etmoidale posterior ikkalasi ochiladi. Bularni eslab qolishimiz kerak. Buni otorinolaringologiya, ya'ni lor bo'limida ham eslab qolish kerak va bu aniq so'raladi. Yuqorisida joylashgan. Va uni pastida esa o'rta burun yo'lagi meatus nasi medius bo'lib, bularga peshona, yuqorgi jag' hamda cellula etmoidale anterior bilan media yo'llari ochiladi va uning pastida esa inferior, ya'ni pastki burun yo'lagi bo'lib, meatus nasi inferior deb ataladi va bunga burun ko'z yosh yo'li ductus nasolacrimalis ochilgan. Nimaga biz yig'laganimizda burnimizdan ham suv oqadi. Aynan mana shu yo'l orqali
ko'z yoshimiz o'sha burun orqali ham chiqadi. Va hamda bizda joylashgan meatus nazi communis umumiy burun yo'li. Va bu yerda o'sha chig'anoqlarning medial uchlari qo'shilib o'sha septum nazi orasida bo'shliqni hosil qiladi. Va bu yerda ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Biz aytdik, o'rta yo'l, pastki yo'l va o'sha yon taraflama kesmada ko'radigan bo'lsak, meatus nazi superior, meatus nazi media, meatus nazi inferior. Va bu yerda biz aniq eslab qolishimiz kerak bo'lgan joylar, yo'llarni yodlab olishimiz kerak. Bu juda muhim bo'ladi. Ya'ni misol uchun ko'rib chiqaylik, sinus maxillaris bo'lyapti. Buni Gaymar bo'shliq ham deb ataladi. Gaymar bo'shlig'i to'lib qoladigan bo'lsa, biz qaysi yo'lni tekshiramiz degan savol bo'ladi. Meatus nazi medius. Endi sfenoidal bo'shliq yiring bilan to'lib qoldi, bakteriya tushib. Qaysi bo'shliqni yo'lni tekshiramiz desa, meatus nazi superiordir. Endi misol shamolladi, ko'zi to'xtamay yoshlanyapti. Nimaga yoshlanyapti? Chunki ductus nazolacrimalis to'silib qolgan. Anatomiya jihatdan bu eng muhim joylar hisoblanib yodlab olishimiz kerak bo'ladi. Endi sinuslarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, burun bo'shlig'ida ko'plab sinuslar joylashgan bo'ladi va ular havo bilan to'lgan bo'lib, ya'ni ichki nima deydi? Og'riqlarni kamaytirib turish uchun suyak ichida bo'shliq havo saqlab turadi. Bular nimalar bo'ladigan bo'lsa, biz aytdik, sinus frontalis dedik, ya'ni peshona sinusi bo'lib, meatus nazi medius ga ochiladi. Mana bu yerda takrorlanyapti. Keyingisi esa sinus maxillaris, yuqori jag' sinusi bo'lib, bunda bu ham meatus nazi mediusga ochiladi. Va keyingisi esa g'alvirsimon katakchalar bo'lib, seula etmoidalis deb ataladi. Burunning yonlarida joylashgan. Va oxirgisi esa ponasimon suyak bo'shlig'i bo'lib, sinus sfenoidalis deb atalib va bu meatus nazi superiorga ochiladi. Va bu yerda ko'rsatilgan mana bu maksillar bo'shliq, mana bu sellular bo'shliq, frontal, sfenoidal. Endi seula etmoidalis bor, g'alvirsimon katakchalar va bu 3 ta qismi bor. Anterior, media va posterior qismi. Anterior va media qismi esa meatus nazi mediusga ochiladi. Bu yerda ham takrorlangan. Seula etmoidalis posterior esa meatus nazi superiorga ochiladi. Mana shu исключение, ya'ni farqli qiladigan joy. Bularni eslab qolishimiz bizni yuqori bilimga ega qiladi.